على ربى الأنس شيدنا مدارسنا بالآي نروي فؤادا كان عطشانا أهلا وحبا وتشريفا بمقديمكم بمدرساته أضحى السعد ألوانا. على ربى الأنس شيدنا مدارسنا بالآي نروي فؤادا كان عطشانا أهلا وحبا وتشريفا بمقديمكم بمدرساته أضحى السعد ألوانا. بمدرساته أضحى السعد ألوانا. هنا نرددها الآيات نحفظها قرآننا آلق والقلب مزدانا. هنا المسرات لم تبرح ملامحنا هنا الرضا ما توارى عن حنايانا. كتاب ربي تدارسناه في شغف حفظا وحبا وتفسيرا وإتقانا. على ربى الأنس شيدنا مدارسنا بالآي نروي فؤادا كان عطشانا. بمدرسات خولة صحبي بكم ساعدت من أجل آيات ربي كان لقيانا. على ربى الأنس شيدنا مدارسنا بالآي. Kelin qizim, siz يا من يرى يا من يرى ayollar dardini tinglab o'yga botib qolaman. Ko'zim yig'lar, qalbim qon, men ne deya olaman? Ularga taskin izlab uzoq o'yga tolaman. Yupatgan xayolan yonlariga boraman. Alloh dedi, dunyoni g'amga to'la yaratdim. Har bandamga har taqdir imtihonga tarqatdim. Har yerni qilmang orzu, bordir toshu tarozu. Har boshda bordir tashvish, qonun qilmish qidirmish. Qalbingizga Qur'ongina yoqadi chiroq. Qurib bo'lgan daraxtingiz yozadir yaproq. Har bir inson borar joyi erurdir tuproq. O'sha joydan boshlanadi eng og'ir so'roq. Ayol bir shirin so'zni asli gadosi. Ayolni tugatadi minnat sadosi. Uni kemirib bo'lgan ro'zg'or g'avg'osi. Shuncha og'ir bo'lurmi umr savdosi? Kuchli bilak zaiflarga mushtumin cho'zar. Tana tuhmat g'iybatlarda ayoldan o'zar. Birni haydab boshqasini rejasini tuzar. Beayb qancha o'g'il qizin hayotin buzar. Qancha erkak ayolin qadriga yetmas.